Assalomu alaykum kanalimiz aziz obunachilari. Ustozimiz Abdulloh domlaning manfaatli ma'ruzalarini kengroq tarqalishi uchun bir dona laykingizni unutmang. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Videoni tayyorlashda qandaydir kamchiliklar bo'lsa, uzurimni so'rayman. Kavsar TV. Onların için yaşam kasam oldu. Hiç kimden bir sapın so'ramaganman shu paytgacha. Orib qoldim. Mana shu opamiz bugun Indiyaga borishgan. Indiya bilasizlar, bu jigar kasalligi bo'yicha faqatgina Indiya bo'lyapti bugungi kunda. Жалқаулықты білмейді. Өзі болса бір күнде 2 қап жаңғақ тазалайды. Şu жаңғақты мұнша тазалайсың, көп отырасың енді. Шуннан тәсірі тиді, өте көп қармай беріп. İki farzandım var. İki farzandım varmış. Hiç kimim yok. Ben o terem ötüp ketken. Şu mallarım için yaşam kasam oldu. Hiç kimden bir sapın so'ramaganman shu paytgacha. Orib qoldim. Allah şifa versin. Şifa versin. Baldarına baş egi ol, kıynanıp çoğayıp odasın. Kudayım o'sha baldarning ayilishgan Allah nasib qilsin bolam. Assalomu alaykum hurmatli yaxshi insonlar. Yana bir bor sizlarga murojaatnoma bilan chiqdik. Hurmatli jamoatlar, shu videoni ko'rib turganlar, Alloh uchun shu videoni tarqatib qo'ysanglar. Juda ko'p aytamiz, ko'p insonlar yo'qchilikdan bolalari otam, onam deb yig'lab qolyapti. Hurmatli jamoatlar, men sizlardan Alloh uchun so'ranaman. Ya Allohdan men sizlar uchun Allohdan so'ranaman. Hech qaysi xonadonda bola otam, onam deb yig'lab qolmasin. Hech qaysi uy bularda bola otam, onam deb yig'lab qolmasin. Kelinglar mana shu opani hayotda yashab qolishlikka, sog'lom bo'lib ketishlikka hammamiz o'zimiz hissamiz qo'shaylik. Opamizda mana 2 farzandi bor. 2 farzandlari ham yosh. Hali yosh, maktab davrida borlar. Hurmatli jamoatlar, kelinglar mana shu videoni ko'rib turganlar bo'lsa, Alloh uchun tarqatib qo'yishinglarni iltimos qilamiz. Mana shu opamiz bugun Indiyaga borish kerak. Indiya bilasizlar, bu jigar kasalligi bo'yicha faqatgina Indiya bo'lyapti bugungi kunda. Shu videolar tarqatib qo'yiladi. Mana jajji bolalari onasini ko'z yoshlarini, onasi bunday yotgan holatlarni ko'rib o'tirdi. Mana qo'shnilar ham o'zi guvoh bo'lib o'tirdi. Mana shu videoni ko'rayotganlar bo'lsa, mana o'zini kartalarini qo'yamiz, o'zini nomerlarini qo'yamiz. Yordam beruvchilar bo'lsa, bismillah. Bu kasaldan hech qaysi mo'min xotirjam bo'lishi mumkin emas. Chunki tirikligida Nabiy sallallohu alayhi vasallamning tillaridan eshitgan Umar ibn Xattob o'zini jannati ekanligini, tirikligida jannati ekanligini Rasulullohdan eshitgan sahoba Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etib ketganlaridan keyin Huzayfa roziyallohu anhudan so'radi. Huzayfa roziyallohu anhuga Rasululloh Madinadagi munofiqlarni nomma-nom aytib tanishtirgandilar. Shularni qarab yur deb buyurgandilar. Mana endi Umar ibn Xattob kelib so'rayapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni munofiqlar qatorida sanaganlarmi? Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman. Rasululloh omonat deb aytgan. Huzayfa roziyallohu anhu omonatdor inson bo'lgan. Shuning uchun Rasululloh bu sahobasiga aytganlar. Munofiqlarning kimligini Abu Bakr Siddiqqa, Umar ibn Xattobga, Ali ibn Abi Tolibga emas, mana shu sahobasiga aytganlar. Chunki omonatdor odam bo'lgan. Huzayfa roziyallohu anhu yo'q dedi. Endi ular haqida, munofiqlar haqida Rasululloh aytgan so'zni sizdan boshqasiga aytmayman dedi. Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'radi, javob berdi va o'zi aytayapti. Allohning nomini o'rtaga qo'yib aytaman, bundan keyin hech kimga aytmayman munofiqlar haqida dedi. Umar Odil, Umar al-Faruq radhiyallohu anhu munofiqlikdan qo'rqib savol so'ragani siz bilan bizga bu kasallik, bu mavzu qanchalar muhim ekanligiga yetarli dalil bo'ladi. Hech kim o'zini qalbida nifoq bor deb bilmaydi. Hammamiz o'zimizni bu nifoqdan omonmiz. Bizi qalbimizda unaqa munofiqlik degan narsa yo'q deb aniq ishonamiz. Lekin Hasan Basriyning so'ziga quloq solaylik-da. Ma amina nifaqa illa munafiqun. Nifoqdan faqatgina munofiq inson xotirjam bo'ladi. Va ma khafa nifaqa illa mu'min.
Munofiqlikdan, munofiq bo'lib qolishlikdan faqatgina mo'min odam qo'rqib turadi. Faqat mo'min xavotir olib turadi. Tushunarlimi? Menda munofiqlik yo'q deyapsizmi? O'sha nifoq shu. Munofiqlikdan qo'rqmayapsizmi? Mana shuni o'zi nifoq borligiga belgi emasmi? Hasan Basri aytayaptiki, faqat munofiq xotirjam bo'ladi. Men munofiq emasman deb o'ylaydi. Endi munofiqlikdan qo'rqadigan odam haqiqiy mo'min odam bo'ladi. Menda yo'qmikin shu kasal? Kelinglar shu kasalni ko'rib chiqamiz. Bu nihoyatda bir xatarli mavzu, shuning uchun har bitta mo'min bu narsadan xabardor bo'lishi kerak. Nifoq insonni qalbini quritadigan amal. Bu nima degani? Bu nifoq shunaqa kasallikki, bandani qalbiga kirib qolgan bo'lishi mumkin, ammo buni sezmaydi. Qalbida, nafsida yurgan bo'ladi-yu, ammo buni bilmaydi. Ehtimol nifoqdan qo'rqmayotgan odam munofiq bo'lib bo'lgandir, ammo buni sezmaydi. Chunki nifoq, birodarlar, odamlarga bilinmaydigan maxfiy narsa. Nifoq qalb kasalligi. Shuning uchun ukalar, u munofiq devorgani tilimiz polvon bo'lmasin. Chunki nifoq qalb kasali, buni birov ko'rmaydi. Ha, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar, munofiqning alomati 4 ta. Yolg'on gapiradi, va'dasiga vafo qilmaydi, omonatga xiyonat qiladi, urushib qolsa ochiq dushmanchilikka o'tadi. Ha, biz aytamiz, mana shu munofiqlikning alomati. Kimda shundan bitta sifat bo'lsa, to'rala sifatdan, demak munofiqlikdan bir qismi bor. Biz shu hadisga tayyorlanib aytishimiz mumkin, lekin qalbini Alloh biladi uni. U kofir degani shoshilmaylar deyapman-ku. Endi munofiq deb olgani ham shoshilmaylik. Chunki qalb kasalini, birodarlar, siz bilan biz ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz. Biz aytaylik, munofiqlikning bir belgisi bor bu odamda. Ahdida turmaydi, yolg'on gapiradi, xiyonat qiladi omonatga. Deng, lekin munofiq deb hukm qilmang. U seni ishing emas uni munofiq deb hukm qilishlik. Sen belgisi bor deb aytishga haqqing bor. Agar birodarlar biz iymonimizni salomatligi haqida, Robbimizning huzuridagi makonatimiz haqida g'amimiz bor bo'lsa, agar qiyomatdan qo'rqsak, agar amallarimizni habada bo'lib ketishdan qo'rqsak, o'zimizni solih deb bilsak-ku, ammo haqiqatda buni teskarisi bo'lib qolishidan qo'rqsak, mana shu darsga diqqat bilan quloq solaylik. Munofiqlik. Nifoqning turlari. Nifoq 2 xil bo'ladi deydi ulamolar. Katta nifoq va kichik nifoq. Katta nifoq. Nifoqning bu turi, katta turi insonni jahannamda abadiy qolib ketishiga sabab bo'ladi. Astagfirullah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar va lan tajida lahum nasira. Albatta munofiqlar do'zaxning eng tuban joyida bo'lurlar va ular uchun biror madadkor topa olmassiz. Munofiqlar kofirlardan ham, mushriklardan ham, majusiylardan ham, hatto ateistlardan ham pastroq joyda turadi. Jahannamning eng tubida turadi. Munofiq odam namoz o'qishi ham mumkin, roza tutishi ham mumkin. Musulmonlarning orasida yurganda uni islomiy surati bor bo'lishi ham mumkin. Munofiq garchi zohirida o'zini musulmon qilib ko'rsatayotgan bo'lsa ham, Allohga, farishtalarga, kitoblarga, qiyomatga bo'lgan iymonni bor deb ko'rsataveradi, lekin aslida qalbida bu narsaga ishonmaydi. Ichida yo'q narsani tashqarisida bor qilib ko'rsatadi. Odamlar bunaqa munofiqlardan ogoh bo'lish uchun Alloh taolo ularni sharmanda qilib, sirlarni fosh qilib qo'ygan. Yer yuzida yashayotgan odamlar 3 xil bo'ladi biz uchun. Musulmon, kofir va munofiq. Musulmon, kofir va munofiq. Mana endi Qur'oni Karimdagi eng katta sura, Baqara surasini avvalgi 20 oyatiga murojaat qilamiz. Birinchi 20 ta oyatini o'qisak, nimani topamiz? Birinchi 5 ta oyatida Alloh taolo mu'minlar haqida gapiradi. Undan keyingi 2 ta oyatida kofirlar haqida gapiradi. 5 ta oyat mu'minlar haqida, 2 ta oyat kofirlar haqida. Endi undan keyingi 13 ta oyatda munofiqlarning xabari beriladi. Tushunyapsizlarmi? Qanchalar bu mavzu xatarli.
Mo'minlar haqida agar alif lam mimni chiqarib olsangiz 4 ta oyat bo'ladi. Uni qo'shsangiz 5 ta oyat. 2 ta oyat kofirlar haqida, qolgan 13 ta oyat munofiqlar haqida. Nima uchun? Bu nifoqning qanchalar xatarli ekanligini siz bilan biz his qilishimiz, bilishimiz uchun. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alif lam mim. Zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil g'aybi va yuqimunas solata va mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Haq ekanligiga hech qanday shak shubha bo'lmagan ushbu kitob g'oyibga ishonadigan, namozni to'kis ado etadigan va biz rizq qilib bergan narsalardan infoq ihson qiladigan taqvoli kishilar uchun rahbar yo'lboshchidir. Vallazina yu'minuna bima unzila ilayka va ma unzila min qablik va bil axirati hum yuqinun. Ular sizga nozil qilingan va sizdan ilgari tushirilgan narsalarga iymon keltiradilar va oxirat kuniga aniq ishonadilar. Ulaika ala hudan min robbihim va ulaika humul muflihun. Parvardigorlari tarafidan hidoyat topganlar ana o'shalardir va najot topuvchilar ham ularning o'zidir. Birinchi 5 ta oyatda musulmonlar, mo'minlar haqida gap ketdi. Endi 2 ta oyat undan keyingi 6-7 oyat. Estağfirullah. İnnel lezine kafaru savaun aleyhim a anzartahum am lam tunziruhum la yu'minun. Küfür yo'lini tutgan kimsalar esa xoh Allohning azobidan qo'rqiting, xoh qo'rqitmang, ularga barobardir, iymon keltirmaydilar. Xatamallohu ala qulubihim va ala sam'ihim va ala absarihim g'ishawatun va lahum azabun azim. Alloh ularning dillarini va quloqlarini muhrlab qo'ygan, ko'zlarini esa parda qoplab qolgan, ular uchun buyuk azob bordir. Bo'ldi. Bu 2 ta oyatda kofirlar haqida gap ketdi. Endi undan keyin kelgan 13 ta oyatda munofiqlarni Alloh taolo sharmandasini chiqardi. Munofiqlarning xabarini berdi. Biz hadisda aytilgan 4 ta belgisini bilyapmiz. Munofiqni yolg'on gapiradi, va'dasiga vafo qilmaydi, omonatga xiyonat qiladi, iza xosama fajara, urush bo'lsa ochiq dushmanlikka o'tadi. Lekin birodarlar 13 ga yaqin sifat ketadi mana shu oyatlarda. Xabarimiz bormi? Ehtimol mana shu 13 ta sifatdan siz bilan bizda ham bordir bittasi. Hasan Basri aytayapti-ku, munofiq bo'lib qolishidan, nifoqdan faqat munofiq qo'rqmaydi. Agar chinakam mo'min bo'lsa, doim xavotirda turadi. Menda ham yo'qmikin shu sifatdan deb. Mana endi munofiqlar haqidagi oyatni o'qiymiz birodarlar. Dunyodagi odamlarni 3 ga bo'ldik. Mo'minlar, kofirlar, munofiqlar. Mo'minning ishi oson. U mo'min tamom, mustaqim, aqidasi bor, amali bor, ixlosi bor, taqvosi bor. Kofirning ishi ham oson. Kofir odam o'zini kofirligini yashirmaydi va undan uyalmaydi. Qilayotgan xatti-harakatlarini berkitmaydi. Uni kofirligi aniq, ravshan. Hech narsani berkitmaydi. Ichi ham tashi ham bir xil uni. Mo'min bilan kofirni tanib olishlik oson ekan birodarlar. Ammo 3-toifa munofiqning ishi juda ham qiyin. Chunki u ichida, qalbida, nafsida bo'lmagan narsani tashida bor qilib ko'rsatadi. U tashida bor qilib ko'rsatayotgan narsa qalbida bo'lmaydi. Iymonli bo'lib ko'rinadi, lekin qalbida zarracha ham iymon bo'lmaydi. Eng xatarli odam munofiq odam bo'ladi. 13 ta oyatda munofiqlarning zikri keldi. Nima uchun? Ularning ko'pligi uchun, xatarini qattiqligi uchun, fitnalarning ko'pligi uchun, islom va musulmonlarga adovatini qattiqligi uchun. Islom uchun tashqarida dushmanlik qilayotgan kofirlardan ko'ra musulmonlarning ichida yurgan munofiqlarning xatari, tahdidi qattiqroq bo'ladi. Chunki tashqarida turgan dushmanlar tashqaridan ishini qilsa, munofiqlar nima qiladi? Musulmonlarning ichidan turib mana shu zarbani berishga harakat qiladi. Shuning uchun islom uchun va musulmonlar uchun qanchadan qancha mag'lubiyatlarga ayni mana shu munofiqlar sabab bo'lishgan. Astagfirullah. Va idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
Baqara surasida Alloh aytayapti, ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qiluvchilarmiz deyishadi. Aytayapmiz, ko'rinishi musulmon, isloh qilyapman deb o'ylaydi, o'zi aslida fasod tarqatayotgan bo'ladi. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ogoh bo'ling deydi Alloh taolo, ular albatta buzg'unchilardir, lekin o'zlari buni sezmaydilar. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi, astagfirullah, yuriduna liyutfi'u nurallohi biafwahihim vallohu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ular ana shu munofiqlar Allohning nurini og'izlari bilan o'chirmoqchi bo'ladilar. Alloh esa garchi kofirlar istamasalar-da o'z nurini, ya'ni dinini to'la har tarafga yoyuvchidir. Ularni xatari, fitnasi kattaligi uchun 13 oyatda Alloh taolo ularni bayonini keltirdi. Mana endi munofiqlarning sifatlari haqida. Biz yuqorida aytgan hadisimizda 4 ta belgisini bildik. Endi undan tashqari qanaqa sifatlari bor? Munofiqning qanaqa belgisi bor? Qarab ko'ring, sizning ichingizda yo'qmi bu? Birinchisi, vahiydan yuz o'girishlik. Vahiy, Allohning kalomi Qur'on, musulmonlarning hayotidagi eng katta qalbini to'risini egallagan narsa. Munofiqlar esa Allohning kalomiga beparvoligini ko'rasiz. Ular Allohning so'ziga muvofiq yashamaydi, o'zlarining havoyi nafsiga qarab kun kechiradi. Ular shariatni ko'rsatmasiga qarab ish qilmaydi, havoyi nafsi o'zining foydasiga qarab turib ish qiladi. Baraka qildi, sotdi mashinani 10 mingga. Indinga pulni olib keladi. Baraka bo'ldi. Inding bo'lmasdan ertasi kuni bittasi keladida 1000 oshiqcha beraman, menga bering shuni deydi. Mo'min odam aytadi, men baraka qildim, harom bunday ish deydi. Kutib turing, agar indinga olib kelmasa, keyin beraman. Shu yerda shariat, Qur'on harom deyapti bu ishini, lekin havoyi nafsi bo'laveradi deyapti. Shunda nima qiladi? Haligi 2 kundan keyin pul olib kelish kerak bo'lgan xaridorga telefon chaladi. Oshna, dadam, akam, xullas binasa deydida 1000 ko'proq foydasiga lafzini buzadi. O'sha odam soqoli bo'lishi mumkin, do'ppi yurgan bo'lishi mumkin, masjidga qatnayotgan bo'lishi mumkin, tasbih o'girayotgan bo'lishi mumkin. Lekin shu yerda Allohning kalomidan yuz o'girib qo'ymayapsizmi? Agar shunday qilayotgan bo'lsangiz, haligi pulingiz harom bo'ldi, qalbingizda nifoqda bir belgisi bor ekan. Bu nifoq shunaqa kasalki, qalbingizga kirib qolgan bo'lishi mumkin, siz bilmasligingiz, sezmasligingiz mumkin. Bular munofiqlar, Allohning kalomiga parvo qilishmaydi. Halol, haromga e'tibor qilishmaydi. Alloh taolo bular haqida aytadi. Astagfirullah. Fataqatta'u amrahum baynahum zubura. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. So'ng odamlar ishlarini, ya'ni dinlarini bo'laklarga bo'lib yubordilar. Har bir guruh o'z oldidagi narsa bilan xursanddirlar. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Har bitta to'da, har bitta guruh, har bitta jamoa, har bitta oqim o'zidagi narsa bilan xursand bo'lib yuraveradi. Bu munofiqlar o'zlarini islomdan uzoq bo'lgan fikri bilan, o'zlarini noto'g'ri e'tiqodlari bilan, o'zlarini buzuq tasavvurlar bilan yashashadi. Har bir guruh o'zidagi bor narsa bilan quvonib yashaydi. Demak, birinchi belgisi nima bo'ldi? Allohning kitobidan, vahiydan yuz o'giradi ular. Ikkinchisi, bir-birlariga yaltiroq, yolg'on so'zlarni aytadilar. Ya'ni qalbida mana shu nifoqni bir ko'rinishi bo'lgan odamlarning uyiga, qizlariga sovchi olib kelsa, birinchi navbatda dunyosiga qaraydi bunaqalar. Borib uy-joyini ko'rib kelinglar deydi. Kuyov bo'lmishdi, dini, axloqi, ta'lim, tarbiyasi, ilmi, amali u keyingi masala. Muhimi nima bo'lsin? Mahallasi chiroyli bo'lsin, uyi chiroyli bo'lsin. Bu munofiqlarni birlashtiradigan narsa ular Allohning kalomi bo'lgan Qur'ondan yuz o'girishi. Mana dunyosiga qaraydi dedik. Astagfirullah. Wala tankihul mushrikati hatta yu'min. To iymonga kelmagunlaricha mushrika ayollarga uylanmanglar.
shubhasiz ozod mushrika ayoldan garchi u sizga yoqsa ham iymonli cho'ri yaxshi. To iymonga kelmagunicha mushrik erkaklarni qizlaringlarga uylamanglar musulmonlar. Shubhasiz ozod mushrikdan garchi u sizga yoqsa ham iymonli qul yaxshidir. Ulaika yad'una ilan nar. Ular mushriklar do'zaxga chaqiradilar. Alloh o'z izni irodasi bilan jannatga da'vat qiladi va odamlar eslatma olishlari uchun o'z oyatlarini bayon qiladi. Shuning uchun birodarlar, munofiq odam agar uni qiziga xaridor bo'lib kelsa, xaridor bo'lgan tomonni dunyosiga qaraydi, uyiga qaraydi, undan ko'radigan orzu-havasiga qaraydi, diniga, taqvosiga, amaliga qaramaydi. Bu ham munofiqlikni Baqara surasining avvalgi 5 ta oyatida mu'minlar haqida so'z ketdi. Keyingi 2 ta oyatida kofirlar haqida so'z ketdi. Undan keyingi 13 ta oyatida munofiqlar haqida so'z ketdi. Mu'minning ishi oson. U mu'min, ichi ham tashi ham bir. Qilayotgan amallari aniq, hayotdagi dasturi tayin. U bilan muomala qilish oson. Uni tanish ham oson. Kofir, u bilan muomala ham oson bo'ladi. Chunki u kofir, kufrini yashirmaydi, qilayotgan amallarini yashirmaydi, ichidagi tashida. U bilan muomala oson. Kofirni ham tanib olishing oson. Ammo munofiq bu katta muammo. Shuning uchun 5 ta oyatda mu'minlar haqida, 2 ta oyatda kofirlar haqida, qolgan 13 ta oyatda munofiqlar haqida so'z ketdi. Chunki munofiqlarning xatari juda ham katta va ular juda ham qattiq. Munofiqlarning sifatlaridan 3-inchisi ko'r, kar va soqov. Ular haqqa qaytishmaydi. Alloh taolo aytadi, istadbillah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ular kar, soqov, ko'rdirlar. Demak, yo'llaridan qaytmaydilar. Bunaqa munofiqlarning ko'zini Allohning oyatlari quvontirmaydi. Ularning ko'zini faqatgina dunyoni zebi ziynati quvontiradi. Yaltir-yultiri, hashami, boyligi, chiroyi. Allohning azamatiga dalolat qiladigan oyatlar uni ko'zini bir chetida bo'ladi. Mana shu ham uni munofiq ekanligiga dalil. Ular kar, ko'r, soqov. Demak, yo'llaridan qaytmaydi. Maviza eshitishni xohlamaydi. Ma'ruza eshitishni xohlamaydi. Agar dindan, hadisdan, oyatdan gapiradigan bo'lsangiz, qo'y bu gaplarni deydi. Tili, qulog'i faqatgina dunyo so'zlari bilan orom oladi. Bular ko'r, kar, soqov. Haqni tinglashga quloqi kar, haqni ko'rishga ko'zi ko'r, haqni zikr qilishlikka, Allohni zikr qilishlikka tili soqov. Tushunarlimi? Bunaqalar Allohga qaytmaydi. Bular qalbida shubha, shahvat shular bilan ovora bo'ladi. Ularning majlisida gaplar qanaqa? Falon bankka pul qo'ysangiz, mana buncha foyda bor ekan. Mana bankdan oladigan bo'lsangiz, protsenti nima ekan? Ozroq ekan. Bunga nima deysiz? Shunga o'xshagan shubhali narsalar bilan band bo'lib yuradi. Alloh taolo aytadi: "Fi qulubihim maradun fazadahumullohu marada." Ularning qalblarida maraz bor edi, kasallik bor edi. Bas Alloh ularning marazlarini, kasalliklarini yana ziyoda qildi. Ular uchun qilgan yomonliklari sababli alamli azob bordir. Ularning qalbidagi bu maraz amallariga ham ko'chgan. Bularning amallari ham maraz bo'ladi, birodarlar. Maraziga maraz ziyoda bo'ladi. Demak, 3-chi sifati munofiqlarning kar, ko'r va soqov. 4-chi sifati riyo. Munofiqlarning alomatlaridan bittasi riyo. Mana shu narsa orqali uni tanib olsa bo'ladi. Imkon boricha qilayotgan bir yaxshi ishlarini ko'z-ko'z qilishlikni, maqtanishlikni xohlaydi. Xo'ja ko'rsin, 200lamachilik, ichi boshqa bo'lishi, tashi boshqa bo'lishi. Bunaqa munofiqlar yoki shu munofiqlikning bir belgisi bor bo'lgan odamlar odamlarda oldida qiladigan ibodati bir turli bo'ladi. Yolg'iz qolgan paytda, uyda qolgan paytda qiladigan ibodati bir turli bo'ladi. Tushunarlimi? Mavqifi, pozitsiyasi riyo. Ixlos juda ham qiyin bular uchun. Alloh taolo aytadi, astagfirullah. Innal munafiqina yukhadi'unalloha va huwa khadi'uhum. Allohning roziligini istab qilinadigan ishni bir banda qilib,
odamlarni muhabbatini istayotgan bo'lsa, bu odam Allohni aldamoqchi bo'layotgan bo'ladi. Masalan, namoz o'qishlikdan maqsad Allohning rizosi. Ro'za tutishdan maqsad Alloh taoloning roziligi. Bu amallar Alloh uchun qilinishi kerak. Ammo munofiqlar mana shu amallarni qiladi, maqsad Alloh emas. Odamlarning ko'zi, odamlarning hurmati. Demak, bu odam Allohni aldamoqchi bo'lyapti. Robbimiz nima deyapti bunaqalar haqida? Albatta munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladilar. Holbuki Alloh ularni aldab qo'yuvchidir. Va idza qamu ila solati qamu kusala. Yura'una an-nas va la yadhkuruna Alloha illa qalila. Mana shu narsaga ko'proq to'xtaymiz endi bugun. Munofiqlarning sifatlaridan mana shu oyatda 3 tasi aytilyapti. Birinchisi, namozga yalqov. Idza qamu ila solati qamu kusala. Peshin bo'ldimi? Bomdod bo'ldimi? Bo'ladimi? O'zingizdan istang buni. Namozga yalqovlik bilan turadi. Ikkinchisi, riyo qiladi, xo'ja ko'rsinga, odamlar bilsinga qiladi. Uchinchisi, Allohni kamdan kam zikr qiladi. Zikrni ko'p qilmaydi bu odam. Chunki bu amallar unga og'ir bo'ladi. Shuning uchun aytyapmiz, birodarlar. Kim zikrni ko'p qilayotgan bo'lsa, doim tili zikrda bo'lsa, bu odam nifoqdan omonda bo'ladi. Biz mana shu 3 ta sifatni o'zimizdan qidirib ko'raylik. Qaysilarida? Birinchisi, namozga yalqonlik bilan turadi, 1. Xo'ja ko'rsinga amal qiladi, 2 va Allohni ko'p zikr qilmaydi. Birodarlar, zikrni ko'p qilayotganligimiz siz bilan bizni nifoqdan omon bo'lishimizga sabab bo'ladi. Avvalgi zikr darsimizda aytib o'tdik. Seni zikring banda. Sen Allohni zikr qilishing ikkita zikr o'rtasida turadi. Sen Allohni zikr qilding, undan avval zikr bor, undan keyin zikr bor. Bu Allohning zikri. Ya'ni avval seni Alloh zikr qilib eslasa, keyin eslay olasan Allohni. Keyin zikr qila olasan Allohni. Endi Allohni eslaganingdan keyin Alloh seni yana eslaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, Robbisidan hadis qudusida, kim meni o'zini nafsida zikr qilsa, men o'zimni nafsimda zikr qilaman deyapti. Sen Allohni zikr qilishing bilan Alloh seni zikr qilishini o'rtasida bilasanmi, qanaqa katta farq bor? Kim meni dedi Alloh taolo bir majlisda zikr qilsa, men uni bularning majlisidan ulug'roq majlisda zikr qilaman deydi. Farishtalarning ichida. Birovga Alloh taolo dunyo bersa, sizda yo'q bo'lsa qarab turib ozgina alam qiladi. Insonmizda. Menga ham bersa edi. Birovga dunyo berdi, birovga mansab berdi, birovga farzand berdi. Qo'yingki, dunyo matohidan bir narsa bersa va u narsa sizda yo'q bo'lsa, alam qiladi ba'zida. Qarshi emassiz, taqdirga norozi emassiz, lekin baribir bermadi-da, menga ham deb ozgina alam qilib qoladi. Endi siz Allohni zikr qilmayotganligingiz nimani belgisi ekan? Alloh sizni eslamayotganligini belgisi ekan. Alam qilmaydimi? Biz qachon Allohni zikr qilamiz ekan? Qachon subhanalloh, qachon astag'firulloh, qachon la ilaha illalloh deymiz ekan? Alloh bizni eslagan bo'lsa. Bu oyatda munofiqlarning alomatlaridan 3 tasi aytildi. Namozga yalqov, riyo uchun ish qiladi va Allohni kamdan kam zikr qiladi. Mana endi birodarlar, Ramazon keldi. Ana shu osiy jinlar, shaytonlar zanjirband qilindi, bizni zikrdan to'sadigan. Endi zanjirband bo'lgandan keyin ham bu shaytonlar yana zikrga tilimiz ketmayotganligi nimani belgisi ekan? Birodarlar, nifoqning belgilaridan bittasi. Agar zikr bizni tilimizda doim bo'lmasa, zikrdan uzoq g'ofil bo'lsak, bizni ham qalbimizda munofiqlikdan bir shingil bor ekan. Munofiqlikning bitta alomati bor ekan bizning qalbimizda. Alam qilsin, zikr qilmayotganlar. Demak, 4-sifati munofiqlar riyo uchun amal qiladi. Riyo uchun amal qiladi. Ikkita tilamchi o'tiribdi. Motivator qilib yozib qo'yibdi surat. Ma'nosi bor surat.
Hamma chop tomondagi tilamchiga pul beryapti, o'ng tomondagi tilamchiga hech kim pul bermayapti. O'tiribdi ikki odam shlyapasini qo'yib. Nimaga chop tomondagiga hamma beryapti? O'sha o'tirgan tomonga qaragan kamera bor ekan. Agar bir savobli ish qilgan bo'lsak, Allohdan boshqa hech kim bilmagan bo'lsa, shu amalingizdan umid qiling. Bitta shu amalingiz Allohning rahmatiga sazovor bo'lib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Umid qiling. Hech kim bilmadi. Unaqa katta ish qilib qo'ysangiz, hech kim bilmasa, alam qilayotgan bo'lsa, munofiqlikdan bir chimdim bor. 5-sifati. Sarsonlik va hayronlik. Munofiqlar o'zlarini kimlar bilan birga ekanligini aniq bilmaydi. Ular bilanmi, bular bilanmi? Yomonlar bilanmi, yaxshilar bilanmi? Ibodatdagilar bilanmi yoki kayf safodagilar bilanmi? O'zlari ham bilmaydi. Bir joyda qaror topmaydi. Bir odam bor ki, agar u haqiqiy mo'minlar bilan birga o'tirsa, qalbiga bularning majlisi yoqaveradi. Mo'minlarning majlisi qalbiga yoqaveradi. Endi kofirlar bilan gunoh, ma'siyat majlislarida o'tirib qolsa, bu majlis ham yoqaveradi. Mana shu munofiqlikning bitta belgisi. Fosiq, fojirlarning suhbati ham unga yoqaveradi. Bunaqa odam kim bo'ladi? Bunaqa odam munofiq bo'ladi. Chunki inson chinakamiga mo'min bo'lsa va qalbida nifoq degan sifat bo'lmasa, fisq, fujur majlislar unga yoqishi mumkin emas. Tushunarlimi? Aroq bormi, sekin turib chiqib ketadi. Erkak xotin aralashgan ma'siyat majlisimi u yerda o'tira olmaydi u. Chunki iymon u yerda o'tirishiga yo'l qo'ymaydi. Kofir fojirlarning fe'l-atvori, gap so'zlari mo'min kishiga yoqishi mumkin emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunaqa bir joyda qaror topa olmaydigan munofiqlar haqida nima deganlar? Imom Muslim sahihlarda keltirgan hadisda Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu shunday deydi. Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mathalul munafiqi kamathali shatil a'irati baynal g'anamayni. Rasul aytdilar, munofiqning misoli ikkita soliq qo'yni o'rtasida hayron qo'ziga o'xshaydi. Ta'iru ila hadihi marratan va ila hadihi marratan. Bir safar unisini yoniga keladi, bir safar bunisini yoniga keladi. Bir qo'zini tasavvur qiling, ikkita soliq qo'yni bittasini oldida qaror topmaydi. U yoqqa ham yuguraveradi, bu yoqqa ham yuguraveradi. Qaysinisini oldida qolishini bilmasdan sarson bo'lib ketadi. Munofiqni payg'ambarimiz mana shu qo'ziga o'xshatyaptilar. Astagfirullah. Muzabzabin bayna zalika la ilaha ulai va la ilaha ula va man yuzlilillahu falan tajida lahu sabila. Ular munofiqlar na u yoqlik va na bu yoqlik bo'lmay ikki orada sarson holda qolganlar. Kimniki Alloh yo'ldan ozdirsa, siz unga biron yo'l topib bera olmassiz. Niso surasi. Mo'min odamning pozitsiyasi aniq. Ona kafega bormaydi. Nimaga? U yerda aroq sotiladi. Ikkilanmaydi u. Borsammi, bormasammi demaydi. U aniq pozitsiyasi, mavqifi bor. Ammo munofiq bo'lsa nima qilar ekan? O'zini musulmon deb biladi, ammo oilasini qarasangiz, islomda asari bo'lmaydi. Bunaqa munofiq odamlar er xotin aralashib, er xotin qo'ltiqlashib, har qanaqa majlisga kirib ketaveradi. Agar chinakam musulmon deb bo'lsa, bunaqa joylar musulmonlar o'tiradigan joy emasligini bilishligi kerak. Demak, 5-alomati munofiqlar bir joyda qaror topa olmaydi. Ikkala tarafga ham o'ynayveradi. Munofiqlarning sifatlaridan 6-si musulmonlarga yomonlik yetishiga ko'z tikib turadi. O'zini musulmon deb biladi, lekin musulmonlarga zarar yetsa, shuni ko'rib quvonadi. Yaxshilik yetsa musulmonlarga, biz birodarmiz, sizlar bilan birgamiz, mo'minmiz, biz sizlarga yordamchi bo'ldik deb qasam ichishadi. Ammo vaziyat musulmonlarning zarariga yurib qoladigan bo'lsa, ana shu musulmonlarga zarar yetkazayotganlar tomonga qarab, biz sizlar bilanmiz, biz sizlarga do'stmiz deydi. Astagfirullah. Allazina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minalloh qalu alam nakun ma'akum
Ular deydi Alloh taolo, ya'ni munofiqlar, sizlarga ko'z tikib turadilar. Agar sizlarga Alloh tomonidan fathu zafar bo'lsa, biz ham sizlar bilan bir dindamizku deydilar. Va in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwiz alaykum va namna'akum minal mu'minin deyshadi. Agar g'alaba kofirlarga nasib bo'lsa, biz sizlardan ustun bo'lgan va sizlarni mu'minlardan himoya qilgan emasmidik deyshadi. Hozir aytyapmiz-ku, shamol qaysi tomonga esadigan bo'lsa, o'sha tomonga og'averadi. O'zini prinsipi bo'lmaydi bunaqa odamni. Alloh taolo nima deydi? Fallohu yahkumu baynakum yawmal qiyama va lan yaj'alallohu lil kafirina alal mu'minina sabila. Endi qiyomat kunida Alloh o'rtalaringda hakamlik qilur va Alloh hargiz kofirlar uchun mu'minlar ustiga yo'l bermagan. Doim munofiqlar kuchlilar tarafida turadi, doim g'oliblar tarafida turib oladi. Mana shu munofiqlarning sifatlaridan 7-si 200lamachilik. Ya'ni bir qavmning oldiga borsa, bir xil yuz bilan boradi, ikkinchi qavmning oldiga borsa, boshqacha yuz bilan boradi. Taqvodorlar orasida bo'lsa, o'zini dindor, taqvodor qilib ko'rsatadi. Gunoh, ma'siyatga botganlar orasiga kirsa, shularning bittasi bo'lib qoladi. Munofiqning so'zi yoqimli, mayin bo'ladi. O'zini so'ziga Allohni guvoh qilib gapiradi. Qasam ichadi. Sizni yaxshi ko'rishimni Alloh biladi deydi. Jannati ukam deydi. Jannati birodarim deydi. Siz unga o'zingiz to'g'ri odam bo'lganligingiz uchun to'g'ri deb ishonaverasiz. Keyin qilayotgan qilalarga qaraydigan bo'lsangiz, umuman boshqa narsani ko'rasiz. Shuning uchun yaxshilab bilib olaylik birodarlar. Bir odamni gapirgan gapi bilan qilayotgan ishi qarama-qarshi bo'lsa, u odam qaysi tomonda odami bo'ladi? Gapirgan so'zini odamimi yoki qilayotgan ishini odamimi? Shuning uchun biz qilayotgan ishiga qaraymiz. Garchi bizga unaqa qasam ichib birodarman, do'stman, yaxshi ko'raman demasa ham, lekin qilayotgan ishlari sizga do'stona ekanligini ko'radigan bo'lsangiz, biz uni do'st deb bilaveramiz. Garchi muloyim gapirmasa ham. Alloh taolo aytadi, astagfirullah: "Va minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya va yushhidulloha ala ma fi qalbihi va huwa aladdul hisom." Ey Muhammad alayhisalom, odamlar orasida shunday kimsalar borki, uning gapirgan gapi hayotda, dunyoda sizga qiziq tuyuladi. Va o'zi islomga ashaddiy husumatchi bo'lgan holida dilidagi, qo'shtirnoq-ichidagi iymoniga Allohni guvoh keltiradi. Ya'ni musulmonlarga ashaddiy dushman, qalbi shunaqa, lekin so'zi asaldan ham shirin bo'ladi. Mana shu munofiqning sifatlaridan bo'ladi. Bu munofiq shu darajada qalbi fasodga uchraganki, o'zini yolg'oniga o'zi ham ishonadigan bo'lib ketgan. Mo'min bunaqa bo'lmaydi birodarlar. Tilidagi qalbida bo'ladi. Qalbidagi qilayotgan ishlarida ko'rinadi. Uni oshkorasi ham bir xil, maxfiysi ham bir xil bo'ladi. Shuning uchun musulmon birodarlarimizga nasihat, birodarlar, odamlar ko'rgan paytda masjidda o'qiyotgan namozimizni uyda ham o'qiylik. Ma'qulmi? Ko'chada ko'tarib aytib yurgan tasbihimizni uyda ham aytib yuraylik. Ko'chadagi ochiq yuzliligimiz, shirin so'zliligimiz uyga kirganda ham bo'lsin. Uyga kirganda boshqacha bo'lib qolmaylik. Musulmonlar orasida, odamlar orasida turganda qanday o'zingizni tutsangiz, taqvoli, ko'zingizni tiygan, tilingizni tiygan, uyga kirganda ham, yolg'iz qolganda shunday bo'ling. Chunki siz Allohni kuzatuv ostida ekanligingizni unutmang. Kim uchun qilyapsiz bu ishlarni? Alloh uchunmi? Uyda ham bir xil bo'ling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man lam yakun lahu wara'un yasudduhu an ma'siyatillahi idha khala, lam ya'ba Allohu bi shay'in min amalihi." Agar bir odam yolg'iz qolganda, dedilar Rasululloh, uni ma'siyatdan to'sadigan taqvosi bo'lmasa, yolg'iz qolganda ham gunohdan to'xtatadigan taqvosi bo'lish kerak odamni. Agar shunday bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh taolo bu bandani amallarga parvo qilmaydi. Ko'chada qilayotgan taqvoingiz uyda ham bo'lishligi kerak. Shunda bu taqvo deyiladi. Aks holda Alloh taolo bu amalga nazar solmaydi. Yana payg'ambarimiz aytadilar: "Rak'atan min wara'in khayrun min alfi rakatin min mukhallatin." Gunohlar bilan aralashgan
holda o'qilgan 1000 rakat namozdan ko'ra taqvo bilan o'qilgan 2 rakat namoz afzal. 8-sifati. Yerda fasod tarqatish. Munofiqlarning sifatlaridan yana bittasi yer yuzida fasod tarqatadi. Vaholanki o'zini muslihlardan, isloh qiluvchilardan deb biladi. Astagfirullah. Va idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha va yuhlikal hartha wan nasl vallohu la yuhibbul fasad. Oldingizdan ketganda esa yerda buzg'unchilik, ekin va nasllarni halok qilish uchun yugurib yelib yuradi. Alloh esa buzg'unchilik, fasodni sevmas. Munofiq odam oilalarning buzilishiga sabab bo'ladi. Munofiq odam ulfatlarning o'rtasiga sovuqchilik tushishiga sabab bo'ladi. Munofiq odam savdoda, tijoratda billa sherik bo'lganlarning o'rtasining buzilishiga sabab bo'ladi. Opa keladi singlisiga kelgan. Ering nima sovg'a qildi? Hayitga deydi. Nima olib berdi deydi. Mana olib bersin, shuni olib berdimi? Qara-ya, palonchiga mana olib beribdi eri deydi. Bo'ldi, qarabsizki, berigi xotin nima qiladi? Eri kelganda ming'illaydi. Buzilishga sababmi? Buzilishga sabab. Yoki bo'lmasam o'sha tijoratda sherik bo'lib ishlayotgan ikkita musulmonning bittasiga boradi-da, o'rtalar daromad qana qilib bilasizlar. Senga nima deya olmaydi-da bu yerdagilar. Senga nima foydasi bor buni bilishlikda. Biz o'zimiz ochamiz, enakin kirib keladi bunaqalar. Oradagi foydani qana qilib olasizlar? 70 ga 30 mi? Siz 30% ni olasizmi? Qarang, o'zi asosiy ishni o'zi siz qilar ekansiz. Do'konda kechgacha siz turar ekansiz, issiq demak, sovuq demak, odamlar har xil asablaringizni o'ldiradiganlar keladi. Qarang, 70 ga 30 mi? Bo'lmabdi bu deydi. Desa nariga odam nima qiladi? Sherigi bilan yoqalashishga o'tadi. Shunaqa odam kelsa, garchi u sizga shirin gapira, mana aytdik-ku, so'zi asaldan shirin bo'ladi. Sizga men birodar nasihat go'yman, sizni yaxshi ko'raman Alloh uchun, men sizni foydangizga aytyapman deb keladi-da, sekin ichingizga kirib turib fasod yoyib qo'yadi. Menga mehribonlik qilmay qo'ying. Endi pulda hammasi sherigingizniki bo'lgandan keyin 70% oladi-da. U yerga qaramaysizmi? Siz kuysiz mehnatingizga kuydingiz, bo'ldi. U o'rtaga qo'ygan sarmoyasiga kuyadi. Bu yerni gapirmaysiz. Munofiqning ishi demak odamlarning orasini buzib yurishlik. Sizni oldingizdan ketgandan keyin esa Muhammad alayhisalom yer yuzida ular buzg'unchilik tarqatishadi. Munofiqlarning sifatlaridan 9-si. Alloh va rasulining hukmidan to'sish. Munofiq odamga shariatning so'zi og'ir bo'ladi. Qur'onning hukmi qiyin bo'ladi amal qilish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'ziga qalbi moyil bo'lmaydi. O'rtada bir muammo bo'lib qolsa, shariat bo'yicha hal qilaylik desangiz, qochadi. Shariatda yechimiga rozi bo'lmaydi. Bizda ham shu sifat bor bo'lib qolishi mumkin. O'rtada birov bilan muammo bo'lib qolganida savdoda. Bunday surishtirsangiz, shariy hukm bo'lsa, sizni zararingizga hukm qiladiganiga o'xshab turibdi. Agar shariatga borsangiz, zarar bo'lishligini hidi kelib qoldi. Endi nima qilasiz? Erkakcha hal qilaylik. Keling bo'lsa palonchi akani oldiga boramiz. Munofiqlikning bir belgisi shu. Munofiq odamga shariatning hukmlari og'ir keladi. Lekin shunaqa o'g'il bolalarda ham eshitganmiz. Domla, shariat bo'yicha hal qilamiz. Kimi foydasi, zarari bo'lsa muhim emas. Shariat bo'yicha hal qilaylik. Mayli, agar men zarar ko'rsam, zarar ko'raylik. Shunaqa o'g'il bolalar ham bor. Mana nifoq yo'q shu odamning qalbida. Chunki zarar ko'rsa ham shariat aytganini qilyaptimi? O'ziga foyda ekanligini tushunyapti. Astagfirullah. Va idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallohu va ila ar-rasul ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa. Qachon ularga Alloh nozil qilgan kitobga va payg'ambar o'gitlariga kelinglar deyilsa, shariat bo'yicha yashaylik deyilsa, u munofiqlarning sizdan qattiq yuz o'girganlarini ko'rasiz. Qo'limizda Allohning kitobi turibdi, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sunnati turibdi, shariat turibdi. Munofiq odam bu narsaga ko'nmaydi. O'zini ra'yiga suyanadi. Kimi gapini olsa oladi, lekin shariatda gapini olmaydi.
Munofiqlarning sifatlaridan 10-si. Munofiqning sifatlaridan yana bittasi ko'p qasam ichadi. Qasamni ko'p ichadi. Zarurat bormi, yo'qmi? Nima uchun qasam ichadi desa, qalbidagi kasalni borligidan. Uni birov yolg'onga chiqarmadi. Qasam ichishini talab qilmadi, qasam ichaveradi. Nima uchun? Odamlar menga ishonmaydi deb o'ylaydi. Astagfirullah. Ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum azabun muhin. Ular o'zlarining yolg'on qasamlarini qalqon qilib olishib, odamlarni Allohning yo'lidan to'sdilar. Bas ular uchun xor qiluvchi azob bordir. Odamlarni ularning so'zlarga bo'lgan ishonchsizliklarini qasam bilan to'smoqchi bo'lishadi. Bu oyatni siz bilan bizga bergan xabari. Kella bir yengil takrorlab chiqamiz. Munofiqlarning qaysi alomatlarini ko'rdik? Qasamni ko'p ichadi, Allohning yo'lidan to'sadi, yer yuzida fasod tarqatadi, odamlarning o'rtasini buzadi. Qalbi maraz bo'lgan holida so'zlari asaldan ham shirin. Musulmonlarga bir yomonlik yetishiga ko'z tutib turadi. Bir tomonda tura olmaslik, riyokorlik, ikkiyuzlamachilik, namozga yalqovlik. Munofiqlarning sifatlaridan keyingisi 11-sifati ortiga qaytishlik. Munofiq odam kimga o'xshaydi? Bir odamga o'xshaydiki, bu odam safarga chiqdi, 1 kun, 2 kun, 3 kun yurdi, ozgina qiyinchilik, mashaqqat bo'lgandan keyin shart safarni to'xtatib, orqaga qaytib olgan odamga o'xshaydi. Astagfirullah. Zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Bunga sabab ularning tillarida iymon keltirib, so'ngra dillarida kofir bo'lganlaridir. Bas ularning dillari muhrlab qo'yildi. Endi ular iymonning haqiqatini anglay olmaslar. Iymonga keldi bir odam. Iymonning talablarini bildi. Chegaralar, taklifotlar, farz vojiblar, haromlar, ilm majlisi, ko'zni tiyish, ona mumkin, mana mumkin emas. Qarasa ko'payib ketdi. Nafsiga yoqmay qoldi. Allohga ahd berib, kalima keltirgandan keyin iymonni o'ziga yuk deb tushundi. Dinni o'ziga yuk deb tushundi, shuning uchun ortiga qaytib ketdi. Mo'minlardan ajrab oldi. Astagfirullah. Zalika bi annahum amanu thumma kafaru. Bunga sabab nima bo'ldi? Tilida iymon keltirdi-yu, dilida kofir bo'lganligi. Ilm majlisiga 1 yil qatnab yuradi. Ancha narsani eshitadi, o'rganadi, lekin havoyi nafsiga, shahvatiga teskari kelib qolganligi uchun o'rgangan narsasi chiqib ketadi. Yomon ulfatlar majlisiga, fisq fujur yig'inlariga qaytib oladi. Mana shu qaytish munofiqlarning qaytishi deyiladi. Tushunarlimi? Undan tashqarichi, xo'p, darsxonadan chiqib ketdi, kelmay qo'ydimi? Yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Chunki uni sodiq iymonida sodiq mo'min deb ishonib, unga suyanib, bir narsani topshirib, unga ishonib turgan paytingizda shart nima qilib qo'yadi? Pand berib qo'yadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotiga chiqqanlarida 30 ming askar chiqqan. Shunda Rasululloh Madinadan chiqib ketganlarida kim yo'q desa, falonchi yo'q. Dunyosi aldab olib qoldi. Ha anaqa odam edi, manaqa odam edi deb turib, musulmonlar ma'lumot qilishdi. Shunda Rasululloh aytdilar, unday demanglar. Agar ularda Madinada payg'ambarimiz bilan chiqmasdan qolib qolganlarda yaxshilik bo'lsa, Alloh ularni biz oldimizga olib keladi. Agar unday bo'lmasa, qutulibsizlar. Chunki biz oramizda bo'lib turib, bizga pand berib qo'ygandan ko'ra, yo'q bo'lsa, ishonmaymiz u odamda borligiga. Shuning uchun bu oyatda ekanimizda darsxonada yurib turib kelmay qo'ydimi? Demak, shu yaxshi ekan biz uchun. Munofiqlarning sifatlaridan 12-si. Bu munofiqlarning tashqi ko'rinishiga qarab turib, haybatlanasan, xursand bo'lasan, ammo qalbi maraz bo'ladi. Munofiq odamni ko'rinishi chiroyli bo'lishi mumkin. Qomati kelishgan,
qarasang ko'zni to'ldiradi, gapirsa shirin gapiradi, odamlarni o'ziga rom qiladi, aql hushi o'rnida. Xullas, tashqi ko'rinishini ko'rib turib rozi bo'lasan. Alloh taolo nima deydi bular haqida? Astagfirullah. Va idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum. Qachon siz ularga qarasangiz, ularning jismlarini, ya'ni haybatini ko'rib turib hayratga qolasiz. Va in yaqulu tasma' li qawlihim. Unaqalar so'zlaganda so'zlari ohangdor, fasohatli bo'lganligi uchun diqqat berib quloq solasiz. Ki annahum xushubun musannada. Lekin ular dillarida iymon yo'q bo'lganligi sababli go'yo devorga yo'lab qo'yilgan chirik yog'ochga o'xshaydi. Yahsabuna kulla sayhatan alayhim. Mana munofiqlarni sifatlab beryapti Alloh. Ular qo'rqoqligi sababli har bitta baqir chaqiriqni bizni ustimizga kelyapti deb, ustiga tushayotgan balo deb gumon qilishadi. Endi Alloh aytayapti, humul adu. Mana shular dushman. Fahdharhum. Ulardan ehtiyot bo'ling. Ularni Alloh la'natlagay, qanday adashmoqdalar a? Munofiqun surasi. Xullas, munofiqni ko'rsangiz qoyil qolasiz. Shakli shamoiliga, gapirgan gapiga, yurish turishiga, so'zini ohangiga. Lol qoldiradi tashqi ko'rinishi. Soqolni uzun qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Do'ppini chiroyli qilib kiygan bo'lishi mumkin. Tasbih o'girib yurishi mumkin. 5 mahal namozga qatnashishi mumkin. Namozda birinchi safda turishi mumkin. Ko'chalarda odamlarga va'z, nasihat qilishi ham mumkin. Ammo qalbi habis bo'ladi. Shahvoniy bo'ladi. Odamlar ko'rmaydigan joyda man qilingan ishlarni qilib qo'yaveradi. Qo'ra deydi, Hoji aka bo'lib turib deydi. Soqol qo'yib turib, nima bo'pti Hoji aka bo'lsa? Birodarlar, soqol Abu Jahlda ham bo'lgan. Abu Jahlda salla ham bo'lgan. Uzun kiygan. Nima, shu bilan bir binasi bo'lib qoldimi? Mo'min banda bunaqa bo'lmaydi, birodarlar. Uni zohiri ham, botini ham bir xil bo'ladi. Gapirayotgan gapi qilayotgan ishiga teskari kelmaydi. Mo'min odam bunaqalarga aldanib qolmaslik kerak, farosatli bo'lish kerak. Birodarlar, Ali ibn Abi Talibning zo'r gapi bor ekan. Nahnu na'rifur rijala bil haqq. Biz kishilarni haq orqali tanib olamiz. Biz erkaklarni, kishilarni haq orqali tanib olamiz. Wala na'riful haqqo bir rijal. Haqni kishilar orqali tanimaymiz. Tushunarlimi? Palonchi-palonchakalar qilyapti demay bo'laverar ekan, haq shu ekan emas. Haqni bilamiz, shu haqqa to'g'ri kelgan erkaklarni haq deymiz. Endi uning uchun erifil haqqo ta'rif ahlahu degan so'z bor. Avval haqni tanib ol nimaligini, keyin haq egalari kimligini bilasan. Musulmon kishini o'lchovi o'ta nozik bo'ladi. Shariatga xilof ravishda yurgan odam musulmonning ko'zida qadrsiz bo'ladi. Bunaqa odamlar musulmonlarning nazaridan tushib qoladi. Ammo insonlarning ma'siyati, xatosi, Alloh va Rasulidan uzoqligiga qaramasdan, faqatgina shakli shamoliga qarab, qaddi qomatiga qarab, kiyinishi, gapirishi, so'zini yumshoqligiga qarab baho beradigan odamlar bu sodda odamlar ekan, go'l odamlar ekan. Musulmonlar bunaqa bo'lmaydi. Musulmonlar farosatli bo'ladi. Demak, 3 darsda biz munofiqlarning qaysi sifatlarini o'qidik. Birinchidan, ular qasamxo'r bo'lishligi, Allohning hukmidan to'sishligi. Ikkinchisi, yer yuzida ular fasod tarqatadi. Uchinchisi, odamlarning aloqalarini buzadi. Qalbi maraz bo'lib turgan holida tilidan chiqayotgan so'zi asaldan shirin bo'ladi. Beshinchisi, musulmonlarga yomonlik yetishini poylab kutib turadi. Oltinchisi, bir tarafda turmaydi. La ilaha ula va la ilaha ula. O'ng tomonda ham emas, chap tomonda ham emas. Bir yo'li bo'lib yaxshilar bilan emas, bir yo'li bo'lib yomonlar bilan emas. Ikki tomonga teng olib turadi. 7-dan, Alloh va Rasulining hukmidan to'sadi. 8-si, ikki yuzlamachi bo'ladi bular. 9-si, sargardonlik, sarsonlik va hayronlikda bo'ladi. 10-si, namozga yalqonlik qilishadi. Shunga alohida to'xtadik. Idza qamu ila solati qamu kusala. Namozga yalqonlik bilan turishadi. Yurounan nas.
odamlarga riyo qilishadi. Vala yadkurunalloha illa qalila. Va Alloh taoloni kamdan kam zikr qilishadi. Mana shu zikr degan narsaga qattiq e'tibor berdikki, siz bilan bizni Allohning zikriga tilimizni polvon bo'lmasligi, tilimiz Allohning zikri bilan doimiy bo'lmayotganligi bu yaxshilikning belgisi emas. Aytdik, mo'minning bitta zikri Allohning zikr qilishi ikkita zikr o'rtasida turadi. Siz Allohni zikr qildingiz. Undan keyin Alloh sizni zikr qildi. Lekin siz Allohni zikr qilishidan avval ham Alloh sizni zikr qilgan bo'ladi. Demak, Alloh sizni eslaydi, shunaqa bandam bor deydi. Keyin sizni qalbingizga Allohning zikrini muhabbati tushadi, keyin zikr qilasiz. Undan keyin Alloh yana sizni maloikalar huzurida zikr qiladi. Qo'limizda dunyo matohi bo'lmasa alam qilyapmiz. Falonchi mana mashina olibdi, ololmadik, alam qilyapmiz. Falonchi mana imorat quribdi, qurolmadik, alam qilyapmiz. Dunyo matohidan boshqalarga berib bizga bermagan bo'lsa alam qiladi-yu, lekin Alloh bizni eslamasa va biz Allohni zikr qilmasak, bu narsaga alam qilmayapti. Birodarlar, zikrda ko'proq bo'laylik. Chunki Allohni ko'p zikr qilgan odamning qalbi nifoqdan salomat bo'ladi. Hasan Basri aytdi, munofiqlikdan faqat munofiq xotirjam bo'ladi. Munofiqlikdan faqat mo'mingina xavotir olib turadi. Chunki haqiqiy iymon egasi bo'lgan taqvoli mo'min nifoqdan qo'rqib turadi. Dalil Umar al-Faruq radhiyallohu anhu, ey Huzayfa, Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman. Rasululloh munofiqlarni senga tanishtirganida meni ismimni ham aytganmidilar? Umar ibn Xattob xavotir olgan ekan. Shuning uchun biz har qancha taqvoli bo'lmaylik, har qancha bo'lmaylik, nima bo'lmaydi? Biz Umar ibn Xattobni yaniga kela olmaymiz. Lekin shu zot nifoqdan qo'rqgan ekan. Birodarlar, bu juda xatarli mavzu. 4-darsimiz munofiqlarning sifatlari haqida. 13-sifati munofiqlar namozni avvalgi vaqtidan kechga surishadi. Mana shu ham nifoqning belgisi. Bomdodni shu kun chiqishga yaqin taqab o'qiydi. Asr bo'pti desa shomgacha o'qib olaman deydi. Kun botishga yaqin o'qiydi. O'qiganda ham namozni qarg'a qon cho'qigandek o'qiydi. Namoz munofiqlar uchun qalb ibodati emas, faqat jasad ibodati bo'ladi. Astagfirullah. Fawailul lil musallin alladina hum an salatihim sahun alladina hum yura'un va yamna'unal ma'un. Bas namozlarini unutib qo'yadigan kimsalar bo'lgan namozxonlarga halokat bo'lgay. Qo'sh tirnoq ichidagi namozxonlarga. Ular riyokorlik qiladigan kimsalardir. Demak, jamoatga intilmaydi, namozni kechga suradi, namozga yalqonlik qiladi va namoz o'qiydigan bo'lsa, xushu bilan o'qimaydi. Munofiqlarning sifatlaridan 14-si, agar musulmonlarga yaxshilik, g'alaba va hayriyat yetadigan bo'lsa, munofiqlar bundan qiylanadi. Bu narsa ularga yoqmaydi. Bu narsa ularni g'amga kiritadi. Mashina oldingiz, xursandsiz, mahallaga minib keldingiz. Qulluq olsin deb turib unisi bunisi keladida, shu yaqin bir odamingiz bo'lishi mumkin. Oshnam deb bilgan bo'lishingiz mumkin. Ba'zida e'tibor bersiz turib qoladi. Bo'lganmi bir amatda? Bo'lgani? Haligi radi prilichiya ham qulluq olsin deb qo'ymaydi-da, bunday muzlab qoladi. Mana shu ham nifoqning bitta belgisi. Chunki musulmonga yaxshilik yesa musulmon xursand bo'lishi kerak. Munofiq odam uni bir do'sti ishi yurishib ketsa yuragi siqiladi. Hurmati ko'tarilib ketsa buni alam chekadi. Uni oldida narigi musulmonni maqtasa o'tira olmaydi shu yerda. Nimasini topib turadi? Endi shunaqa bo'lib qoldi-da endi. O'zi kechalar manaqa edi. Bormi? Xursand bo'lib qo'yaver. Sha'nini, hurmatini tushirishga harakat qiladi bunaqa munofiq. Mana shu ham munofiqlarning birodarlar belgilaridan bo'ladi. Siqiladi, hasadini ko'rsatib turadi, noroziligini oshkor qilib turadi. Alloh taolo aytadi, astagfirullah,
In tamsaskum hasanatun tasuhum. Agar sizlarga bir yaxshilik yetsa, bu narsa ularni xafa qiladi. Va in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Agar yomonlik yetsa, ular bu narsadan xursand bo'ladi. Agar sabr toqat qilsanglar va Allohdan qo'rqsanglar, ularning nayrinlari sizlarga hech qanday zarar qila olmaydi. Albatta Alloh ularning qilayotgan amallarini ihota qilguvchidir. Demak, 17-sababi munofiqlar musulmonlarga yetgan yaxshilikdan xursand bo'lmaydi, aksincha bundan alamlanadi. Musulmonga musibat yetsa faqat munofiq xursand bo'ladi va bu quvonchini oshkora qiladi. Ana shu musulmonga yomonlik yetganda xursand bo'lsa, munofiq Alloh uni jazolaydi. Endi bu xursandchiligini oshkora qilsa, uqubat yana ham ziyodalashadi. Munofiqlar Alloh taoloning toatini karih ko'radi. Chunki qalbi nopok, habis. Alloh ularni yomon ko'radi, chunki ularning niyatlari buzuq. Ular Allohning vahiysidan yuz o'girishuvdi, Alloh ham ulardan yuz o'girdi. Ularni shaqovatli qilib qo'ydi. Birinchi darsimizda aytdik. Baqara surasidagi 1-20 oyatga qarasak, mo'minlar haqida so'z ketdi. 6-7 oyatida Baqara surasini kofirlar haqida gap ketdi. Undan keyingi 13 ta oyatda qatorasiga munofiqlarning sifatlarini Alloh bayon qilib berdi. Mo'min. Buni ishi oson. Mo'minni taniysiz, kimligi tayin, ichi ham tashi ham bir xil. U bilan muomala qilish oson, uni tanish ham oson. Kofir, uni ham ishi oson. Ichidagi tashida, tashidagi ichida, kofirligini aniq bilib olasiz. Ammo munofiq zohirida islom va musulmonligini ko'rsatadi, ammo qalbida bu narsa bo'lmaydi. 5 ta mo'minlar haqida oyat, 2 ta kofirlar haqida oyat, 13 ta munofiqlar haqida oyat. Birodarlar, bu xatarli mavzu. Buni bilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotga chiqqanlarida ayrim kishilar chiqishmadi. Rasululloh kimlar yo'q deb so'raganlarida falonchi yo'q, fo'kinchi yo'q, dunyosi aldab qo'ydi, issiqda yurgisi kelmadi biz bilan deb turib musulmonlar o'pkalashdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, unday demanglar. Agar ularda, o'sha qolib qolgan odamlarda yaxshilik bo'lsa, bizni oldimizga Alloh ularni olib keladi. Agar unday bo'lmasa, qutulibmiz ulardan. O'zi uchun, biz uchun yaxshiligi bo'lsa, Alloh olib kelib qo'yadi bizni safimizga. Endi bizni safimizda emasmi? O'pkalamanglar. Demak, bunga loyiq emas. Shuning uchun agar u munofiqlar ichida yaxshilik bo'lsa, olib kelar edi Alloh. Lekin yo'qmi? Demak, ular yo'qligi yaxshi. Astagfirullah. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin kariha Allahu inbi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Agar ular deydi Alloh taolo jihodga chiqishni istaganlarida uning uchun tayyorgarlik ko'rib qo'ygan bo'lar edilar. Lekin Alloh chiqishlarini istamay, ularni dangasa qilib qo'ydi va ularga o'zlaridan bo'lgan kimsalar tarafidan qolganlar, ya'ni ayol, yosh bolalar, ojiz dotavon kishilar bilan birga o'tiraveringlar deyildi. Demak, ular musulmonlar bilan jangga chiqqanlarida ham munofiqlar musulmonlarga foydasi emas, zarari tegadi. Mana sirat darslariga qaytaylik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Uhud g'azotiga chiqqanlarida Abdulloh ibn Ubay ibn Salul ham chiqqan edi. Munofiq edi. Uhudga yetmasdan turib aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinada qolib jang qilishni xohlagandilar. Sizlar chiqaylik deganlarga xo'p deb chiqdilar. Shuning uchun biz qaytdik. Men qaytdim, qaytinglar dedi. Juda ko'pchilik qaytib oldi orqaga. 300 ga yaqin odam qaytib ketdi. Demak, ana shu Abdulloh ibn Ubay ibn Salul billa chiqmaganida odamlarni qaytarmagan bo'lar edi. Aytayapti-ku, chiqqanda sizlarga foydasi tegmasdi bularni. Munofiqlarning sifatlaridan 15-si Qur'on oyatlari ularga og'ir bo'ladi. Munofiqlarning belgilaridan bittasi shu.
Oyatda aytsang ko'tara olmaydi. Karih ko'radi. Allohning so'zini orqaga tashlaydi. Sunnatga beparvo bo'ladi. Nima sababdan? Astagfirullah. Zalika bi annahum karihu ma anzalallohu fa ahbata a'malahum. Bunga sabab ularning Alloh nozil qilgan narsalarni yomon ko'rganlaridir. Bas Alloh ularning amallarini behuda ketkazdi. Birodarlar, munofiq odam musulmon odam quvonadigan narsadan siqiladi. Musulmon odamga yoqmaydigan narsalarni ko'rganda xursand bo'ladi. Agar bizda ham mana shu Alloh va Rasulining hukmini karih ko'rishlik degan narsa bo'ladigan bo'lsa qalbimizda, bu nifoqda borligini bilib qo'yaylik. 16-sifati siz ularni so'zidan, ohangidan, uslubidan tanib olasiz. Munofiqlar o'zlarining nifoqlarini yashiradi. Aytdik, siz bir odamni munofiq deya olmaysiz. Chunki u nifoq qalb kasali. Uni qalbini ko'ra olmaysizmi? Siz ayting, unda nifoqlikning bitta belgisi bor. Va'dasiga vafo qilmaydi deng, lekin munofiq deb hukm qilmang. Ukalar, tilinglarni ehtiyot qilinglar. Ammo Alloh taolo ana shu munofiqlar qalbida yashirgan ba'zi alomatlarini yuzidan bildirib qo'yadi. Tilidan chiqayotgan so'zlarida oshkor qilib qo'yadi. Mana aytdik-ku, sizga xursandchilik yetganda yuzidan ko'rib turibsiz, yoqmayapti siz mana shu ishingiz. Falatatul lisan tu'abbiru anil janan. Tilning yanglishib ketishligi gohida qalbdagi narsani bildirib qo'yar ekan. Tilning adashib bir gapni gapirib olishligi chiqib ketadi tilingizdan bir so'z. Gohida qalbingizda bor narsani bildirib qo'yar ekan. Falonchini molini musodara qilishibdi. Katta pul edi ekan desa, ajab bo'pti deb olasiz. Chiqib ketdi. Demak, qalbingizda o'sha odam yomon ko'rardingiz. O'zi indamay yuradi, chiqib ketdi. Nimaga yomon ko'rardingiz desa, sabab bor edi-da. Zulm qiladi, birovlarning pulini bermay qo'yar edi. Bizni tilda aytganda tovarni olib nima qilardi? Bermay qo'yar edi. Unga nisbatan o'zi qalbingizda bir narsa bor edi, chiqib ketdi. Ajab bo'pti. Dedingizda keyin xijolat bo'lib ketdingiz. Munofiqlarning ham gapirayotgan gaplarida tillari adashib, og'zidan chiqqan so'zlarida Alloh taolo ularni munofiq ekanligini bildirib qo'yar ekan. Demak, birodarlar, tilning yanglishishi gohida qalbdagi narsani ko'rsatib qo'yadi. Munofiqni yuzidagi alomatlaridan, gapirayotgan so'zlaridan munofiqligi bilinib qoladi. Astagfirullah. Am hasiballazina fi qulubihim maradun an lan yukhrijallohu adghanahum. Balki dillarida maraz, nifoq bo'lgan kimsalar Alloh ularning dillaridagi adovatlarini oshkor qilmas deb o'ylagandirlar. Yashiramiz deyshudimi Allohdan ham? Alloh ochib qo'yadi agar xohlasa. Walau nasha'u la'araynakahum fala araftahum bisimahum. Ey Muhammad alayhisalom, agar biz xohlasak, albatta sizga ularni, munofiqlarni ko'rsatib, tanitib qo'ygan bo'lar edik. Wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallohu ya'lamu a'malakum. U holda siz ularni biz belgilab qo'ygan belgi alomatlardan tanib olgan bo'lardingiz. Qasam, endi albatta siz ular so'zlayotgan zohiri iymonga dalolat qiladigan, botini esa kufr bo'lgan so'z ohang uslubidan tanib olursiz. Alloh sizlarning barcha amallaringizni bilib turguvchidir. Mo'minni birodarlar yuzida nuri bo'ladi. Musaffoli bo'ladi, ochiqlik bo'ladi, iqbol bo'ladi. Munofiqning yuzida bu narsani topmaysiz. Ularning yuzida zulmat bo'ladi, qorong'ulik bo'ladi. 17-sifati. Munofiqlarning qiyomat kunida topadigan oqibati. Astagfirullah. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lillazina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. U kunda deydi Alloh taolo, munofiq va munofiqalar iymon keltirgan zotlarga bizga qarab turinglar,
biz ham sizlarning nuringlardan ozgina foydalanib olaylik desalar, qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Ularga ortinglarga qaytib nur istoringlar deyilur. So'ng ular bilan mo'minlar uning o'rtasiga darvozali bir devor burilurki, uning ichida rahmat, jannat, tashqarisida esa azob, do'zax bo'lur. O'rtaga devor uriladi munofiqlar bilan mo'minlar o'rtasiga. Ichkarisi mo'minlar tomonidan rahmat bo'ladi bu devorni, tashqarisi munofiqlar tomonidan azob bo'ladi. Yunadunahum alam nakun ma'akum. Munofiqlar mo'minlarga aytadi: biz hayotda dunyoda sizlar bilan birga emasmidik? Qalu bala. Ular ha deydi mo'minlar. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrulloh wa gharrakum billahil ghurur. Ha, ko'rinishda dunyoda sizlar biz bilan birga edinglar. Lekin sizlar munofiqlik bilan o'zingizlarni fitnaga duchor qildinglar. Bizga bir musibat kelishiga ko'z tutdinglar. Yana islomni haq din ekanligida shubhalandinglar. To Allohning amri o'lim kelgunicha sizlarni xom hayollar aldab qo'ydi. Ya'ni hali umr uzoq, ulgiysan tavba qilgan, ibodat qilgani degan hayol sizlarni oldadi. Sizlarni aldaguvchi shayton aldab qo'ydi. Munofiqlar musulmonlar orasida yashar ekan, musulmonlar bilan birga yuradi. Masjidda birga bo'lishi mumkin, safarda birga bo'lishi mumkin, haj umrada birga bo'lishi mumkin. Birga yashaveradi dunyoda, lekin qiyomat bo'lganda birodarlar, Alloh taolo ularni ajratib qo'yadi. Mana munofiqlarning topadigan oqibati. Bizga ham qarab turinglar, nuringlardan foydalanib qolaylik, sizlar bilan birga emasmidinglar desa, ha. Jasadinglar, zohiringlar biz bilan birga edi, lekin qalbinglar biz bilan emas edi. Dunyoda qilgan amallaringlar solih emas edi, himmatlaringlar oliy emas edi, niyatlar xolis emas edi. Dunyo amal maydoni edi, o'sha yerga borib nurni istoringlar deydi. Endi u kunda bu dunyoga qaytishlik bo'lmaydi. Shuning uchun birodarlar, qancha oyatlarda Alloh taolo munofiqlarning sifatlarini zikr qildi. Shayton kelib oldar ekanda birodarlar bunaqa munofiqlarni. Aytar ekanki, kim ummati Muhammad bo'ladigan bo'lsa, u zot sallallohu alayhi vasallam albatta shafaat qiladi. Shuni o'zi yetadi der ekan. Shu shafaat bilan kirib ketasan der ekan. Lekin hech qaysi amalni qilmasdan, hech qaysi buyruqqa amal qilmasdan, qaytaridan qaytmasdan ummati Muhammad bo'lsanglar qutulib ketadi deb o'yladimi? Yo'q. Huzayfa roziyallohu anhu rivoyat qilinadi. Bir kishi Parvardigor munofiqlarni halok qilgin deb duo qilayotgan edi. Shunda Huzayfa roziyallohu anhuga qarab, "Ey birodar, agar munofiqlar halok bo'lsa, haq yo'lda yuradiganlar kamayib ketganidan vahshatda bo'lib qolardinglar" dedi. Agar munofiqlar o'lsa, qalbida hech qanaqa nifoqi yo'q odamlar haqda yurgan ko'p qolmas ekan. Ya'ni Huzayfa roziyallohu anhuning so'ziga ko'ra, haq yo'lda yuribman deb da'vo qilayotganlarning juda katta qismida mana shu qalbida nima bor? Nifoq bor. Shuning uchun Umar ibn Xattob aytayapti-da: "Ey Huzayfa, Rasululloh munofiqlarni sanaganlarida meni ismim aytmaganmidi?" Shuning uchun Ibn Mulayka aytadi, Rasulullohda sahobalardan 30 tasini ko'rdim. Hammasi ular menda munofiqlik yo'qmikin degan xavotirda yashardi. Birontasi meni iymon tazkiyatun nafs darslaridan birodarlar nifoq mavzusini o'qiyotganda bitta dars qolgan edi. Munofiqlik, nifoq o'ta xatarli kasal. Bu kasalga har qanday mo'min odam chalinib qolishi mumkin. O'zi sezmagan holda. Hasan Basriy aytdi, munofiqlikdan, nifoqdan faqatgina munofiq odam xotirjam bo'ladi. Nifoqdan, munofiqlikdan faqatgina mo'min odam xavotir olib turadi. Faqat mo'min odam xavotir olib turadi. Inson doimiy suratda qo'rqib turishligi kerak. Chunki Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ham xavotir olgan ekan.
tirikligida jannatiyligini Rasulullohdan eshitgan bo'lishiga qaramasdan biz munofiqlikni bir qancha belgilarini o'qidik, takrorlab qo'yamiz. Birinchidan, qasamxo'r bo'ladi ular. Ikkinchisi, yer yuzida fasod tarqatadi. Uchinchisi, odamlarning o'rtasidagi aloqalarni buzadi. To'rtinchisi, qalbi maraz bo'lib turgan holida so'zlari asaldan shirin bo'ladi. Beshinchisi, musulmonlarga yomonlik yetishiga ko'z tutib turadi. Oltinchisi, bir tarafda tura olmaydi. Riyokor bo'ladi ular. Yettinchisi, Alloh va uning rasulini hukmidan to'sadi. Sakkizinchisi, ikkiyuzlamachilik bo'ladi. To'qqizinchisi, bular bir tarafda tura olmaydi. Sargardon bo'ladi. O'ninchisi, namozga yalqovlik qiladi. Riyo uchun amal qiladi va Allohni juda kam zikr qiladi. 11-si, ortiga qaytishlik, gapida turmaslik. 12-si, ularni belgilaridan bittasi shakl shamoliga qarab turib haybatlanasiz, lekin qalbi maraz bo'ladi. 13-si, namozni oxirgi vaqtga surishadi. 14-si, Qur'on oyatlari ular uchun og'ir bo'ladi. 15-si, musulmonlarga bir yaxshilik yetadigan bo'lsa, bu narsani yaxshi ko'rmaydi. 16-si, ularni so'zlarini ohangidan tanib olish mumkin bo'ladi. 17-si, ularning oqibati juda ham achinarli bo'ladi. Alloh azza va jalla Qur'onda innal munafiqina fi darkil asfali minan nar deb marhamat qildi. Albatta munofiqlar jahannamning eng tubida bo'lishadi. Kofirlardan ham, mushriklardan ham, majusiylardan ham, ateistlardan ham eng pastda munofiqlar turadi. Ularning oqibati mana shunday bir achinarli bo'ladi. Biz alhamdulillah mo'minman deymiz va bulan xursand bo'lamiz. Biz o'zimizni mo'minligimizga hamd aytamiz. Men qiyin zamonda dinimni mahkam ushlab turibman. Meni amalim sahobalarning 70tasini amaliga barobar. Men dinini ushlab turgan odamni holati cho'g'ni ushlab turgan holatdagi kabiman deb xotirjam bo'lib qolsak, birodarlar, bu xatarli holat. Mana shuni o'zi nifoqda borligiga bitta belgi bo'ladi. Chunki biz hech qachon xotirjam bo'lishga haqqimiz yo'q. Hasan Basriyning so'zi, nifoqdan faqat munofiq xotirjam turadi, nifoqdan faqatgina mo'min odam xavotirda yashaydi. Sahobalarning shunday duosi bor edi. Allohumma inni a'udhu bika min khushu'in nifaq. Parvardigor, men sendan nifoq xushusidan panoh tilayman. Xushu nima? Namozni xushu bilan o'qishlik kerak. Ya'ni qalbingiz hozir Allohdan qo'rqib, hayolingiz haraqa chalg'imasdan butun vujudingiz bilan namoz o'qishlik. Ham jasad bilan, ham qalbingiz bilan. Nifoq xushusi nima? Javob: qalb hozir emas, qalb qo'rqmaydi, lekin badan qo'rqqanga o'xshaydi. Jasadi bilan yotib turadi, lekin qalbi yo'q bu ibodatda, namozda. Yana aytiladiki, nifoq ekiladi. Insonning qalbiga undan ikkita novda unib chiqadi. Bittasi yolg'onchilik, bittasi riyo. Munofiq odamning ko'zga ko'ringan sifatlardan ham shular bor. Riyo bilan nima? Nifoq. Riyo bilan nifoq. Yana aytiladi, mana shu ikkita novda ikkita buloqdan sug'oriladi. Basiratning zaifligi, azimaning zaifligi. Basirat nima? Odamlar ko'rmayotgan narsani ko'radigan bo'lib qoladi inson, agar Alloh taolo unga basirat bergan bo'lsa. Odamlar tushunmayotgan narsani tushunadigan bo'lib qoladi. Demak, birodarlar, to'rtta ustuni bo'lyapti nifoqni. Yolg'on, riyo, basiratning zaifligi, azimaning zaifligi. Azima nima? Azmi qarorda yo'qligi. Nima deydi? Bitta mavqifda tura olmaslik. Ikkilanaveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Yutba'ul mu'minu alal khilali kulliha illa al-khiyanata wal kadiba. Musulmon odam xiyonat va yolg'ondan boshqa har qanday sifat bilan sifatlanib qolishi mumkin. Musulmon odam har qanday yomon sifat bilan sifatlanib qolishi mumkin. Injir, baxil, isrofgar, sergap, qaysar,
o'jar, bu yomon sifatlar. Mana shu sifatlarni har qaysisi bilan sifatlanib qolishi mumkin va shunday sifatlanganda mo'minligicha turaveradi u. Ammo ikkita sifat hargiz mo'minni ichiga kirib, uni qalbini egallay olmaydi. Bu yolg'on bilan xiyonat. Bu munofiq odamning fikri, dunyo qarashi, hayot haqidagi tasavvurlari noto'g'ri bo'ladi. Azma qarori yo'q bo'ladi, yolg'onga suyanadi, riyoga e'timod qiladi. Demak, yolg'onchilik bilan xiyonat musulmon kishining tabiatida bo'lmaydigan narsa. Mana shunday tabiatga ega bo'lgan munofiqlar haqiqat selini oqib kelganini ko'radi bir kuni. Sirlar oshkora bo'ladigan kunni ko'radi bir kuni. Qabrlardan odamlar tiriladigan kunni ko'radi. Qalblarda tagidagi narsalar zohir bo'ladigan kunni ko'radi. Qiyomat kunini ko'radi. Ana shu kunda o'zini haqiqiy narxini, haqiqiy bahosini biladi. Munofiqning ahvoli nima bo'lishini ana shunda ko'riladi. Shuning uchun birodarlar, dunyoda o'zini mo'minman deb boshqa mo'minlarni aldab yurishi mumkin. Ustasi farang, tili shirin, shakli shamoli zo'r, siz ishonasiz, uni ko'rganda haybatlanasiz, uni oldida hijolat olasiz, lekin qalbida bu narsa bo'lmaydi. U kunda Alloh taolo hammani hisob kitobini tez qilib qo'yadi. Xulosa. Nifoqning alomati. Munofiq odam yolg'on gapiradi. Ahdida turmaydi. Va'dasiga vafo qilmaydi. Gapirsa yolg'on gapiradi. Agar Allohga toatga chaqirilsa, itoat qilmaydi. Agar Alloh va Rasul olib kelgan narsaga kelinglar desa, yuz o'giradi. Chunki havoi nafsiga bular qul bo'lgan insonlar bo'ladi. Mana shu ularning o'zlarining ixtiyori, qiyomat kuni shunga yarasha jazosini olishadi. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Astagfirullah. Va minhum man ahadalloha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna va lanakunanna minas solihin. Ularning orasida qasamki, agar Alloh bizga o'z fazli karamidan mol va davlat ato qilsa, biz ham kambag'allarga sadaqatlar qilar edik, solih bandalardan bo'lardik deb Allohga ahd va paymon berganlari bor. Biz ham qo'limizda bo'lsa qilardik deyilgan bir paytlar yo'qligida. Keyin beradi. Hamma ham o'sha ahdida turadimi keyin? Pul qayerdan bo'ladi? O'shuning uchun chiqish qiyin-da. Astagfirullah. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih va tawallaw wa hum mu'ridun. Alloh taolo aytayapti bunaqalar haqida. Endi qachonki Alloh ularga o'zining fazli karamidan mol va davlat ato qilsa, unga baxillik qilurlar va yuz o'girgan hollarda keturlar. Astagfirullah. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. Mana endi bizni ham qo'limizga bersa qilar edik, bizda ham bo'lsa ihson qilardik dedi. Agar Alloh fazlidan bersa dedi. Mana shartni qo'yapti. Bersa shart, javobi shart, infoq qilar edik. Endi bergandan keyin nima qilishdi? Baxillik qilishdi. Bas sadaqatlar beramiz deb Allohga bergan va'dalariga xilof qilganlari va iymon keltirganmiz deb yolg'on gapiruvchi bo'lganlari sababli Alloh ularga to uning o'ziga ro'barat bo'ladigan kungacha dillarida nifoq bo'lishini oqibat qilib qo'ydi. Bersa men ham qilar edim, bo'lsa infoq qilardim dedi. Alloh berdimi? Qilmadimi? Demak nifoq bu. Sirat kitoblarida u kishini laqabi Masjid kabutari edi. Payg'ambarimiz davrida yashagan, Rasulullohni ko'rib kalima keltirib musulmon bo'lgan, faqir bo'lgan, masjidda ko'p bo'lganligi uchun masjidning kaptari deb qo'yishar edi. Sa'laba ibn Xotib. Sa'laba ibn Xotib. U kishi doim payg'ambarimizning masjidida doim birinchi safda namozda qoyim bo'lar edi.
Faqir inson edi. Bir kuni yo Rasululloh, duo qiling, meni ham Alloh rizqimni keng qilsin, menga ham dunyo bersin dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam basirat egasi edilar. Bu kishini tabiatini bilgan edilar. Ana shu tabiatini bilganlari bois aytdilarki, shukri ado qilinadigan oz narsa shukri ado qilinmaydigan ko'p narsadan yaxshi. Qarangda, Alloh taoloning taqdiri ilohiyasi. Xizr alayhissalom Musa alayhissalom bilan uchrashib, birga sayohat qilishdi. Kemani teshib qo'ydi. Musa alayhissalom nimaga teshdingiz deganida, men sababini aytmanim uchun so'ramang dedi. Keyin bir 12-15 ga kirgan bolani o'ldirib qo'ydi, qatl qilib qo'ydi. Balog'at yetmagan bolani qatl qildi. Nimaga o'ldirdingiz dedi, sababini so'ramang, o'zim aytmagunimcha. Xullas, shu bolani umri 40 qildi. Nima sabab edi bunga? Keyin aytib berdi Xizr alayhissalom. Bu bola katta bo'lganida kufr, ma'siyat, tug'yonga kirardi-da, kofir bo'lib ketar edi va bu bolasini orqasidan ota-onasi ham kofir bo'lib ketar edi. Shuning uchun Alloh taolo buni to'xtatib qo'ydi va uni o'rniga boshqa yaxshi solih farzand beradi dedi. Siz tushunmaysizlar, nimaga endi, nimaga bunaqa bo'ldi? Nimaga qo'lingizda dunyo ko'ppas? Nimaga siz ham boymassiz? Nimaga to'planmayapti? Siz o'sha faqirlik yo'q bo'lishi uchun, qo'lingizda 3-4 chaqa to'planish uchun sababni qilyapsiz. Bo'lmayaptimi? Demak, shu yaxshi sizga. Hech narsa qilmasdan o'tirib kambag'al bo'lishi yaxshi demayapmiz. Kambag'al bo'lishdan panoh tilaymiz Allohdan. Lekin shunday bo'lyaptimi? Demak, seni foydang. Rasul aytibdilar bu masjidni kaptariga, Salaba ibn Xotibga. Shukri ado qilinadigan ozgina narsa shukri ado qilinmaydigan ko'p narsadan yaxshiroq. Ya'ni seni shu holating o'zingga yaxshi. Lekin u kishi turib oldi. "Ya Rasululloh, duo qiling. Meni ham Alloh rizqimni keng qilsin" dedi. Rasululloh ikkinchi marta aytdilar: "Ey Salaba, senga kifoya qiladigan oz narsa seni tug'yonga kiritib qo'yadigan ko'p narsadan yaxshiroq." Ikkinchi marta aytibdilar Rasululloh. Shu odamni agar basirati bo'lsa, Rasululloh 2 marta so'rasam ham unamayaptilarmi? Demak, bir narsa bor buning orqasida. Rasululloh shuni menga ilinib ravo ko'ryaptilarmi? Shu narsa yaxshi deya olmadi. 3-chi marta aytdi: "Ya Rasululloh, duo qiling, meni ham rizqim keng bo'lsin" dedi. Rasululloh duo qildilar. Parvardigor, Salabani o'zing xohlaganday rizqlantirgin. Duo qildilar. Rasulullohning duosi ijobat. Salaba bitta qo'y sotib oldi. Ko'paydi. G'ayri oddiy suratda ko'paydi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallamning duosi turibdi. Shu darajada ko'payib ketdiki, Madinada tura olmay qoldi. Sahroga haydab chiqib ketish kerak. Tog'i toshda haydab yurishligi kerak. Mana endi badavlat odamlar qatoriga qo'shilib qoldi. Madinaga kira olmay qoldi qo'yini ko'pligidan. Rasulullohning orqasidan namoz o'qishdan ham ajralib qoldi. Rasulullohning majlisidan uzilib qoldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam u haqida so'rasa, yo'q. Oramizda shunaqa bir holat ham bo'ladi. Ishlari yurishmay, ana shu dunyosi yo'q, qo'li kalta, tirishligi qiyin bo'lib turgan paytda masjidda, ilm majlislarida hozir bo'lib qoladi. 1 yil, 2 yil yuradida, keyin ishlari yurishib ketgandan keyin masjidga ham kirmay qo'yadi, darsxonaga ham kelmay qo'yadi. Bo'ladi. Muhammad alayhisolatu vasallam uni ana shu qo'ylaridan zakot olishligi uchun o'zining elchilarini yubordilar. Kelib Rasulullohning talabini aytganida u Salaba borib sohibinga ayt, islomda zakot yo'q dedi. Elchi u zot Muhammad alayhisalom, meni sohibim-u, seni sohibing emasmi dedi. Zakot inkor qilishlik bilan Allohga va rasuliga kofir bo'lishini xohladingmi dedi. Shunda mana bu oyat nozil bo'ldi. Ularning orasida qasamki, agar Alloh bizga o'z fazli karamidan mol va davlat ato qilsa, albatta biz ham kambag'allarga sadaqa qilardik, solih bandalardan bo'lardik deyishdi.
Endi qachonki Alloh ularga o'z fazli karamidan mol va davlat ato qilsa, unga baxillik qilurlar va yuz o'girgan hollarda keturlar. Bas sadaqotlar berurmiz deb Allohga bergan va'dalariga xilof qilganlari va iymon keltirganmiz deb yolg'on gapiruvchi bo'lganlari sababli Alloh ularga to uning o'ziga ro'baro bo'ladigan qiyomat kunigacha dillarida nifoq bo'lishini oqibat qilib qo'ydi. Mana Sa'laba ibn Xotib haqida eshitdik. Ehtimol kimnidir xayolidan o'tdi. Men ish yurishib ketgan boylarda aytayapman. Ehtimol sizda ham o'shaga bir niyat bo'lgan bir paytlar. Yo'q bo'lgan, hech narsangiz qo'lingizda, dunyoyingiz bo'lmagan, zo'rg'a tirikchilikda o'tkazib yurgansiz, ulab orqasiga. Keyin sekin ishingiz yurishdida 5-6 so'm qo'lingizda to'plangandan keyin sizda ham shunga o'xshagan holat bo'lib qolmadimi? Alloh taolo aytayapti, mana shu ahd qilib, va'da berib turib bajarmaganligi uchun qiyomat kunigacha qalbiga ularni nifoq joylab qo'yamiz deydi. Shuning uchun uyga borib bugun boshni qashib, do'pini maga qo'yib ish yurishganlarga aytayapman. Shunaqa degan bo'lsangiz va ana shu infoqni qilmayotgan bo'lsangiz, qo'rqing Allohdan. Chunki qalbingizga nifoqni Alloh taolo joylab qo'ygan bo'lishi mumkin bo'ladi. Alloh azza va jalla mana shu nifoq degan kasaldan o'zi panoh bersin. Doimiy suratda shu munofiqlikdan, nifoqdan xavotir olib yashaydigan haqiqiy muxlis bandalardan bo'lishimizga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Koreyadan bardingizlarga assalomu alaykum. Bizning YouTube ko'ruvchilar, sizlar men Yasnafta trening. Bizning kanalga podpisan bo'lib, qo'llab ko'rsatib ketingizlar to'g'rilar. Tak, mashinani oyog'igacha ko'rsangizlar, bog'liq aytib tushuntirib beramiz. Oldingizda turgan K8 bunasi charilgan yil 2021 7-oyda charilgan. Ko'lami 2.5 benzin. Mashina o'ta ideal so'taymi? Tak. Diskalar hech qanday saraplar yo'q diskalarında. Автоматный поворотник, 360 камера, датчик поездом беспечный доступ. Шунday ешқандай qop-qora bo'lgan salonda to'g'rilar. Elektropaket, elektrosидение 2021 7-oy. Kapika kirsak, 109 ming pробег, pulс управление, курс контроль, 360 kameralari. O'ta son ishlaydi. 3.3 rejim bor. Eco, normal, sport. Автохолд, электрический ручник, подогрев сиденья, подогрев руля, обдув, полный поролон. Видеорегистрлер бар, өте сон. Сіздерге машиналар келіп болса қарасаңдар болады, Қырғызстанда жана Москвада мекенжестер. Бұл жақта айникте шторкалары бар. Подогрев сиденьялары бұл жақта дағы өте сон. Комфорт тұрғандар. Сіздерге машинала тұрған ниетіңіздер болса, біздің ошол видеоның астында Telegram каналымыз бар. Каналымызға қатталып қойсаңыздар, тоғандар күн сайын жаңы машиналар жана арзан машиналар шығады. Біз күніге талап кіргізген әрекет жасап жатабыз. Ол жақта парковкада қанша машиналар тұрады, тоғандар қарылы берсеңіздер, ошонун ичинен бирөөсү сіздерге дагы буйруйт. Так, арт жагын көрсөтө кетсек, қазандары таза. Ошол туғандар, бізден кемшілік болса, комментария қалтырыңыздар, қайталауға әрекет қылабыз. Сіздерде қызығып жүрген машиналар болса, қайырлыңыздар туғандар, комментария жазып қойыңыздар, біз өзіміз қарап, ошол машинаны тауып, видео обзорлар қылып шығарғанға даярбыз. Өте сон идеальный состояние болду ичи. Сіздерге да керек болса, кайрылсаңыздар, туғандар, видео обзорлору бар. Ошол машинаны же болбосо сіздер каалаган машиналарды кайрылсаңыздар, машинанын түрү бар, туғандар, алып беребиз. Сіздер менен Yasnafta тренинг кызматта. Биздин каналга подписан болуп, лайк басып, колдоо көрсөтүп туруңуздар. Сіздер менен дайым Yasnafta Корея кызматта тургандар.